pomidorni zo'r bo'ladigan chislasi 5-yanvargacha eksa zo'r bo'ladi. hayoti o'shandan boshlanadi. Bu ozuqadan tashqari hali bu yana 1 litrcha suv ichish kerak. Rodaskotda-da, Isparinaskotda bo'ladi. Nima kerak? Nima kerak? Mana bizgacha уже anaqa bo'libdi. Nima kerak? Nima xohlayman bundan? Nima xohlashim kerak? 47. Agar narxda yana 3 ta bo'lsa 50 ta. 200 gram va undan oshiq bo'lib turibdi. 200 gram sredniy hisoblaganingda 10 kilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bizning kanalimizni Telegram kanal, Instagram, YouTube kanallarimizni kuzatayotgan dehqonlar. Bugun mana 24-aprel 2025-yil Toshkent viloyati Angren tumanida ekilgan pomidordamiz. Mana bu anchadan beri bunaqa obzorli video qilmayotgandik. Mana bu yerda hozir Roberto ekilgan. Agrobest savdo markasi ostida sotilayotgan pomidorlar. Eslatib o'taman, Gollandiyani pomidori bu. 2-yanvar kuni ko'chatlari ekilgan. Ko'chatlarini Nazarbekov Tolib akam tayyorlab berganlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tomonda mana pinkman ekilgan. Rozvoy tomat. Bu ham endi pishyapti, hosildorligi. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqa bo'layotganlari. Hozir batafsil ma'lumot berib o'taman. Mana Roberto 2-yanvardan beri shu holatga kelgan. Mana birinchi kist, ikkinchi kist, 3, 4, 5, 6, 7, 8-kist ham ushlagan o'zi. Teplitsa oddiy temirdan qurilgan, samodelniy teplitsa. Bu Angren issiqlik berilgan joyi shuni yonida joylashgan teplitsa. Ko'rishingiz mumkin, hosildorliklari. Qizil pomidor ekmoqchi bo'lgan. Dehqonlar uchun mana ko'rsatishimiz mumkin. Hozir yana boshqa joylarni ko'rsataman. Hozir ta'nan bu ichkari kirayotganim yo'q. Tashqarini o'zidan mana vid ko'rishingiz mumkin. Pomidorlar qizargan. Rang masalasidan umuman Robertoda muammo bo'lmagan, hech qachon bo'lmagan. Xudo xolasa ozuqalar to'g'ri berilsa mana hosildorlik bilan o'zingiz ko'ryapsizlar. Mana har bitta kistda mana shu o'zida mana birinchi kist 2, 3, 4, 5, 6, 7 stabil 8 ta kist qilingan mana. Hozir mana Baxtiyor akam yana tushuntirib beradilar. Baxtiyor aka mana o'zingizni agronomik jihatdan Mana buni qarang, mana gapirishib qolmay boshlaymiz. qanaqa fikrlaringiz bor? Gapiring. Mana bu yerga qarab ko'rdingmi? Mana o'rnimga kelgan. Mana o'rnimga kelib mana bu solib. Qancha kis kerak? Ochilgan pali. Mana kis tepaga qarab, mana yana. Qancha kis bo'ladi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta stabilni hammasi. Stabilni 8 ta. Tepada ham halbala boshlabdi. Endi qara, endi donini sanaymiz. Mana bu kistda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ta. Mana bu yerda 16 ta bo'ldi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Agar narxda yana 3 ta bo'lsa 50 ta. 200 gram va undan oshiq bo'lib turibdi. 200 gram sredniy hisoblaganingda 10 kilo. Mana bu palaya ham shunaqa mana. Yoki bashkisi ham qolib ketibdi. Mana bunisi mana qara. Buni ham.
Mana. Mana buni ham 50 ta. Indamasdan sanasang sanamasang bor. Mana 4-kista. Mana. Mana bu 5-kista, mana 1-kista sonida mana. Mana. Mana bor, zakonli. Mana bilan ham, mana buni qara, mana. Mana o'g'irib beraman, mana. Mana. Teglarni qara. Mana. 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 O'sha olingan suvdan to'xtatilgan. Manimcha endi shunchalik bo'lar endi. Ha? Ha, endi. Shunchalik bo'lar. Ichiga kirsak, ichlari ham xuddi shunaqa. Mana shervallan qara, mana. Mana shervallan. Mana kistdan boshlangan mana. Kistlar hammasi orasi yaqin bir-biriga tegib qolgan. Mana. Mana bular ham hammasi shunaqa. Bunaqa bu bitta yantasi bo'lib qolgani bo'lmay qolgan emas. Mana ozuqani to'g'ri bersa, mana shundan ham zo'r bo'ladi. Bundan ham yaxshi bo'ladi ozuqa. Bu qizil ta'minot hamma narsasini ko'taradi. Ari yuribdi, inini ko'rmadim.